Bizni Neymarga nima bo'ldi? Yana jarohat oldi va yil oxirigacha safdan chiqdi. Boshqacha bo'lishi ham ajablanarli. Chunki Lazariyatni o'z uyiga aylantirgan Neymarga o'rganib qoldik, to'g'rimi? Meni o'ylantirayotgan bir og'ir masala bor. Yosh katta avlod o'z zamonasining sehrgari Ronaldinho bilan, yoshgina bolakaylar o'zlarining sehrgari Garri Potter bilan maqtanayotgan bir paytda men o'zimning sehrgarim Neymar haqida qaysi jihatni aytib maqtansam ekan? O'zining gullagan davrida Messi va Ronaldoni soyasida qolgani haqidami yoki ulardan qutulib endi bag'riga quyosh tegdi deganimizda ichkilik, kayf safoyu kamiga jarohatning asosiy mijoziga aylangani haqida maqtanaymi? Albatta, bular e'tirofga loyiq jihatlar emasdir, lekin yuqorida aytilgan avlodlardan ustun jihatimiz shundaki, Neymar bizga qanday qilib totsiz ham saltanat qiroli bo'lishni, qayta-qayta yiqilaverib tizzalar qon bo'lganda ham yana turishni, yillar davomida qiynayverib insonni yo'q qilib yuboradigan og'riqlarga qarshi mardonavor kurashishni o'rgatdi. Boshqa sehrgarlarga murojaat qilsangiz, ular o'zlarining qobiliyatidan o'zgasini ko'rsatmaydi. Neymarchi bizga shuncha narsani o'rgatiblar, cho'qqiga chiqqan davrlarida estetik zavqni ulashgan yagona sehrgardir. Shuning uchun ham biz sehrgarlar Ronaldinho va Garri Potter bilan maqtanadigan avlodlardan ustunmiz. Shuning uchun ham biz Neymarni yaxshi ko'ramiz.